Tak, mana biz topshirig'imizni olamiz. Copyright Ctrl C. Tak, avtokadimiz qani? Yopdikmi uni? Ha, yo'q. Mana topshirig'imizni qayta ochaylik. Namunalarni ko'rib bo'ldik. 2D ustdan ko'rinish. Ctrl V. Delete. Tak, birinchi navbatda buni chizib olishimiz kerak. Yo'q, 100 ta chizamiz. 100 mm ga. Eska. Ya katta ekanda bu. Sal o'shanga yaqin olib boraylik. Ikkita teshik, diametri 10. Mana bu. Demak, radiusi 5 bo'lar ekan. Chizamiz. Ichida 5. Bu yoqda ham 5. Yana 10 beramiz. Katta aylanasi qani? Diametri 20, radiusi 10. To'g'ri. Buni olamiz. 10. Bu tomonda ham 10. Tak. Markazdagi aylana. Diametri 5 ketyapti, ha? Eng katta aylanamiz diametri 40. O'shani olaylik. Radiusi 20 bo'ladimi? 20 bo'ladi. Shunga urinma, to'g'ri chiziq. Mana olib boramiz kasatelni urinma, bunga yopishtiramiz. Mana suzib yuribdi. Tak, yana bitta urinma bu aylanaga. Boshlaymiz yana. To'g'ri chiziq, urinma bunga. Urinma bunisiga. To'g'ri chiziq, urinma bunga. Urinma bunga. Va yana to'g'ri chiziq, urinma bunga. Urinma bunisiga. Tak. Bu kerak emas endi bizga. Qarang, bitta-bitta qurishni boshlayman endi, ko'tarib, nima qilib. O'rta kerak edi. 4 olaylik, 2 olaylik-da. Qaysini? O'rtasiga bo'lib. Bunimi? Yo'q, hali. Avval o'zini ko'taraylik. Tak, birinchi 15 mm balandlikka ko'tarish kerak bo'lyapti. Keling, endi bunday qilamiz. Izometriyaga o'tamiz. Mana buni ko'taramiz, ha, demak 15 taga. Mana bu bilan вытягивание buyruqni tanlaymiz-da, yopiq hududni ko'rsatamiz. 15 ta. Enter. Takrorlaymiz. Mana bu yo'lga ham xuddi shu ish. 15 ta. Enter. Tak, ustdan ko'rinish. Demak, yana chizmachamizga boramiz. Mana 2D karkas qarang. Bu nimalarni ko'rsatyapti sizga? Vizualniy stillari, uslublari. Bizda hozir mana bu 2D karkasga qo'ysa agar mana bu chizmamiz ko'rinadi. Buni ko'tarib bo'ldik. Silindrni o'zi va ana bu osti, mana bu trapetsiyaga o'xshagan qismi bor-ku mana. O'shani balandligi 10 mm. Demak, o'shani o'zini 10 mm ga ko'taramiz. Yana izometriyaga olamiz. Buni vizualniga qo'yaylik. Tak. Mana shu qismi 10 ta. Enter. Takrorlaymiz buyruqni. Bu tomoni ham 10 ta. Enter. Ko'ring, mana hammasi aloyda turibdi. Hali oilaga biriktirilmagan. Oxirida keyin qilamiz hammasini. Yana 2D ga qo'yamiz biz buni. Ustidan ko'rinish. Tak, silindrni ko'tarishimiz kerak. 30 ta deyapti, ha? Mana bu o'rtadagini 30 taga ko'tarishimiz kerak. Mana bu bilan. Mana yopiq hududni belgiladik. Balandligini 30 ta deb beramiz. 30 enter. Bu ham bo'ldi. Tak, endi bir tahlil qilaylik. Hozircha o'sha muhim nimalarni ko'tarib oldik biz. Birlashtirsak bo'ladimi hozir obyektlarni? Birlashtiramiz, buni birlashtirib bo'ladi. Silindrni ham birlashtirsak bo'ladi. Keyin uy ishiga o'tamiz. Teshik-pechklarni uy ishiga. Yana bu yupqa devorni qo'yish kerak bo'ladi o'rtada. Tak. Obyektlarni birlashtiramiz. Mana bu yoki bunisi farqi yo'q. Bittasi chunki tahrirlash panelida joylashgan, bittasi modelирование panelida. Ko'rsatamiz mana buni, keyin buni,
Mana bu pastdagi devorni mana buni inter birlashtiradi. Mana endi bular hammasi birga yuradi. Mana agar ko'tarib chetga qo'ysak, faqat pastdagi mana bu chizgan qoldiqchamiz qoldi. Bularni обязательно удалить qilish kerak, bo'lmasa video kartaga yuklama bo'ladi, qo'shimcha u. Yuk bu-da u. Nagruzka deymiz, biza qotirishga xizmat qiladi u ko'pincha. Tak, diametri 30, radiusi 15. Qarang, bunday izometriya qilaman. Aylana. Mana radiusini topdik, qani? Ushla. Radiusi 15, enter. Aylana chizdik. Chuqurligi qancha ekan buni? Qarang, bevosita 3D ni o'zida ishlayapman. Chuqurligi 14 mm deyapti. Ko'ryapsizmi? Mana shunday o'zingiz tasavvur bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Tasavvur qila olmasangiz 3D ni qila olmaysiz siz. Ikki o'lchamga qarab turib. 15 deydimi? 14 da? 14. Tak. Yana o'sha вытягиваниeni olib, buni ko'rsataman-da, qarang, bu yoqqa ham chiqarish mumkin. Pastga ham yuborish mumkin. Bizga naborot ichkariga qarab yuboramiz. 14 taga deb o'yib tashlaydi. Mana 14 taga o'yib yubordi. Endi ichida buni yana o'yiq bor. 2 da qilaylik. Bu 7,5. Ha, 7,5. Lekin до конца bu. To'liq teshik 7,5. Xo'sh, ana endi izometriya qilamiz. Yana buni qo'yamiz. Qarang. O'z mana endi buni ichini kerak menga. Ichini ko'rish uchun ham mana bundan foydalanaman. Свободный orbita. Mana sal o'zimga moslashtirib olyapman. Ko'rdingiz? ESK markazini chiqarish uchun. Tak, aylana. Mana olib boraman. Qarang, chizig'ini chetiga o'rsam, o'rtadagi markazini ko'rsatadi. Sekin o'shanga qarab kelaman. Mana, o'zi magnit ushlaydi sirazi. Bosaman. 7. Tak, inglizchagan bu. Ha, inglizchaga o'tkazaylik. Nuqta 5. Enter. Ana aylana ham o'sib bo'ldi. Endi yo'g'i 6 ta pastga. ha, farqi yo'q. 6 ta qilib o'tiramiz, до конца o'yib tashlaymiz. Havoga chiqib ketgandan keyin o'zi yo'qolib ketadi u. Mana buni oldik, mana. Chiqarish ham mumkin, qarang. Mana oxirigacha mana bundan yetaman, cheksiz. O'zi o'yib ketadi, tamom. Ortiqcha qismini olib tashlaydi. Bo'ldi, ha? Xuddi shuna endi yupqa devorni yasash kerak bo'ladi. Tak. Qani, mana bu yerda kvadrant bor, mana markaz bor, olib kelamiz. Mana buni ham markazi kerak. Seredina. Nima uchun kerak bo'lyapti bu chizig'imiz? Kim biladi? Yana o'yiq chizig'i bor. Ha, yupqa devorni markazi bu. Markaz chizig'i. Qani? To'g'ri oldikmi? Hop, bu yana qotdimi bu? Сохранить. Вид, регенерировать, все. Ko'ryapsizmi video kartasini qotishi? Tak, yopib, qaytadan hozir ochamiz. Obnovить. Endi ishlaydi. Tak, ustidan ko'rinish. Yupqa devorni qalinligini ko'rishimiz kerak. 4 mm bo'lsa, ikkita подобие qilamiz. Sirazi mana bu yerda подобие. 2 mm dan enter. Buni bu yoqqa, bunisini pastga. Bu yoqqa, bunisini pastga. Bu qanday tutashtirish? Ha, ana bu yerni tutashtirmasak biz ko'tarib bilmaymiz buni. Bu yog'ini ham xuddi shunday. Demak, nima qilamiz? Qani markaz mana buniki. Markaz. Qancha edi? 20 ta edimi bu? Radiusi 20 ekan. Yana bitta aylana chizamiz. Mana buni chetiga qo'yamiz. Bu kishi qancha bo'lgan? 10 ta ekan. 10 taga xuddi shunday yana markazdan bog'laymiz. 10 taga enter. Tak, 1 2 3 ta aylanani olamizda uzaytirish buyrug'i bilan uдлинить. Mana bularni tutashtiramiz o'shanga. Mana. Buni ham. Mana buni ham. Bu yog'ini. Buni. Bu. Va bu. 3D ni o'ziga borib tutashtirmaydi, uni tonimaydi-da, chiziq emas-da, uchi deymiz. Hozir turaversin. Tak, endi mana bu keragi yo'q. Olib tashlaymiz o'rtasini. Buni ham olib tashlaymiz. Tak, qancha edi endi u? Voy bu.
Sal notoyor yondashdikmi deymanda shunga. Razmeri. Hozir buni ko'raylik. Ana bu trapetsiyasi fondimi? Ha, demak nimagacha ko'tarsak bo'lar ekan. Keyin qolgan qismi qoladi buni. Öndeygi. Ko'targan. Yo, mana bu devorning balandligi yo'q-da, mana bu yergacha qancha masofa bu ko'tarilishi? 30 bo'lsa, где-то 25 tami deyman, ha? Ana bu yog'i 15 ekan, yo'q 15 ekan. 15. Qayog'i? Mana bu yoqdan 30 sm uni tepasigacha. 30 ta mana bu yergacha. Xo'sh. Bu tomoniga 15 yozib. Bumi? Ha. Qo'y bu ana bu yergacha. Shu yerdan o'sha ana Bu yergacha qancha? Mana bu masofa yo'q-ku. Ha, endi topshirig'imiz shunaqa ekanda, mayli. 2 millimetrli olib tashlaylik. Tak, oldindan ko'rinish qilaylik. Tak, mana bu o'lchamni olaylikchi, qancha ekan bu? Mana bundan bungacha. O'zi 5 ta ko'tarishimiz kerak ekanmi? Вытягивание. 5 taga. Qarang, sразу birlashtirdi oilaning ichiga. Qo'shib yubordi. Tak. Buni ham 5 taga. Tak, biz ham oldindan ko'rinishini olamiz. Shundan 5 tani pastga olaylik. Padovi 5 taga. Markazga oldimmi? Biz oldindan ko'rinishda mana bu devorni chizib olishimiz kerak bo'lyapti. Hay, darrov. Bitta o'shani qilish uchun shuncha ish qilishga to'g'ri keladi. Padobe 20 ta. Tak, chiziq chizamiz, oxirini tutashtiraylik. 100 ta. Demak, padobe 50 ta. Padobe 50. Chapga, o'ngga. Bu yog'i o'nta, yana padobe 10. Ana shu yergacha ekan, to'liq chegarasi. Tak, balandligi 15 ta. Tak, bu ham bo'ldi. Padobe 10 ta. Kesamiz. Yo'q, kerak emas. Yo'q, ham kerak emas. Tak, buni balandligi 30 ta, padobe 30. Padobe 5 ta. Pastga. Mana shu kerak edi bizga. Tak. Bittasini bir amallab chizsak bo'ldi bizga. Tak, chuqurligi qancha? 10 ta ekan, bu yo'qniki. Padobe 10 ta deymiz. Bo'ldi. Ana shu shaklimiz kerak. Bu kerak emas. Tak. 20 ta. Beşte 20 5 20 15 oldindan ko'rinishga o'taman, chizaman. 5 20 15 it tutashtiramiz. Mana shunga qalinlik beramiz. Qancha edi? 4 tami? 4 ta.
4taga. Shuni olamiz. Tak, buni biron bir markazdan ushlab olib borish kerak a. Tak, bu yoqdan ushlasak bo'lmaydi. Mana bu yerdan ushlasak bo'ladi. Qani buni markazi? O'sha shu yerda tursin. Bu birinchi sizni olaylik. Tak, переместить. Mana bu yerda markazi bor buni. Kvadrant ushla qani. Bitta kvadrant beraman, bu yerdagisi yo'q bu. Azalari yo'q. Bo'lmasa pastidan uchidan olamiz. Bu yerda bormi bu? Bor. Tak. Yoki oldindan ko'rinish bilan olayman. Sizlarga ko'rsatish uchun qulay bo'lsin. Qarang, shuni zerkala qilishim kerak-da. Tarafga. Ha, da. Inter ikkalasida ham bo'ldi. Endi qo'yishamiz. Hada, endi obedinit qilamiz. Birlashtiramiz. Buni va ana bu obyektning o'zini inter. Bitta bo'ldi. Tak. Endi eng bizga qizig'i, hozir buni olaylik. Chetga chiqaramiz. Yana ana bu qoldiqchalarni udalit qilib tashlaymiz. Chizgan narsalarimizni. Saqlanit. Ha, albatta. Bilan Tak. nega Qarang, o'zi buni olib, keling o'zini rangini bir sariq beray. Chunki qog'ozga joylashtirasiz, buni chiqarish kerak bo'ladi-da. Sariq. Endi buni qizilga qo'yaman-da. Tak, sverxu izometriya. Bitta parallelepipedni olaman, chunki